Ba'zida yurak shunaqangi og'riydiki, hatto duo qilishga ham xolis qolmaydi. Ko'zingizda yosh, yuragingizda savol, nimaga aynan men? Ammo shuni bilaylik akalar, Alloh bizni unutmagan. Alloh sizni unutmagan, balki u zot sizni tarbiyalayapti, yuvayapti, poklayapti. Chunki jannat arzon emas. Ayyub alayhisalomni eslab ko'raylik-da, u zot yillar davomida og'ir kasallikda yotdi, tanasi chiridi, hamma u kishini tark etdi. Ammo u zot biror marta ham "Ey Robbim, nimaga?" demadi. Faqat Robbi inni massani yadurru va anta arhamur rohimin. Robbim menga ozor yetdi, sen esa rahimlilarning eng rahimlisisan dedi. Shu so'z bilan Alloh taolo u zotni davoladi, unga sog'lik, baraka, boylik, farzandlar ato etdi. Balki siz hayotingizdagi og'riqlar ham Allohning sizni yuksak darajaga ko'tarayotganidir. Balki u zot sizni sevadigan bandalari safiga qo'shmoqchidir. Chunki eng og'ir sinovlar suyukli bandalarga beriladi. Unutmaylik akalar, Alloh bizni unutmagan. Siz hozir sinovda ekansiz, demak u zot sizni kuzatyapti. Balki u zot jannatga olib kiradigan amallarimizni mana shu yo'llarimiz bilan ochib qo'ygandir, og'riqlar bilan ochib qo'ygandir, sabr bilan ochib qo'ygandir. Shuning uchun sabr qilaylik. Har kecha tongga aylanadi, har og'riq mukofotga, inshaalloh har bir ko'z yoshi jannatdagi quvonchga aylanadi.